Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Alimjon Ahmad. Hammalarning shu vaqtlar xayrli bo'lsin. Bugun Sham grafiki darsining ikkinchi darsini so'zlayman, 2 soatlik darsni. Agarda oranglarda birinchi soatlik darsni ko'rmagan, ya'ni bevosita shu ikkinchi dars bilan uchrashganlar bo'lib qolsa oranglarda meningki YouTube kanalimga kirib yoki bo'lmasa YouTube'dan yoki Google'dan Uyg'urcha Sham grafik darsligi deb izlasanglar birinchi qismi chiqadi. Ya'ni mana bu kaldan bir ayiqninki surati va birinchi dars. Shuni ko'rib bo'lgandan keyin ondan bu ikkinchi darsni ko'rsanglar texnik tushunishli bo'ldi. Xo'sh, endi bu ikkinchi darsninki asosiy so'zlamoqchi bo'lgan mazmun candlestick formation deb, ya'ni shu Sham grafiki ninki asas xususiyatlarini so'zlayman. Ko'zinglar bu ko'rib turganlardek bu yerda hozir Sham grafiklari faqat birisi yeshil, yana birisi qizil degandek shu ikki xil rang bor. Ammo bular xilma-xil shaklda, ammo badan tuzilishi misol qaragan bo'lsak, misol bularning orasida badani qisqa, o'zining peliklari uzun degandeklar bor. Yoki bo'lmasa maningdek qattiqlam peliklarimi tuzuk pelikimi yo'q, yoki bek qisqa, ammo badani uzunlari bor. Yoki bo'lmasa mening o'xshash badani tuzuk bir badanim yo'q, pelik biroqlam pelek ham yeri andalarim bor. Xilma-xil shaklda qisqasi har yangza candlestickni tepish mumkin buning ichidan. Misol men qaragan bo'lsak hozir mening hech qanday badani yo'q ekan, soldan kiribdi, o'ngdan chiqibdi. Bir tal tuzsiq, ost-ustun peleklar bor, misol mening shu kirish shaklda hisobda. Hatto buning rangi qop-qora rangli ekan-da. Ya ko'k, ya yeshil, ya qizil emas rangi. Qisqasi shu har xil rangda candlesticklar bor. Bularning ichida bularning hamda ma'nosi nima, qanday bir nimani ifodalaydi bir tal candlestick deganni nima qilish uchun, bildirish uchun men yoki bir ma'no yasab chiqdim. Ya'ni bu qizil ranglik normalda hamda qizil rang bilan yeshil rang, ya'ni ma'lum bir narsaga yo'l qo'yish, misol qizil chiroqda normalda mashinalar to'xtaydi, yeshil chiroqda mashinalar minishga boshlaydi. Shuning o'xshash bu bozorda mening va boshqa dunyodagi shu forexda, shu paychikida nima qilganlar asosan yeshil ranglik shamni o'sishga vakillik qildirdi, tangshaydi. Buni biz birinchi darsda so'zlab o'tgan qanday tangshayganlikni. Qizil ranglikni tushishni ifodalagan tangshaydi. Shunga bu yerda ortiq so'zlab o'tmay, bu qizil ranglikning tushish ya'ni. Bu tushishninki mayli buningki peliki bo'lsin, bo'lmasin, yoki gavdasi bo'lsin, bo'lmasin. Hamma tushundirma. Ya'ni men hozir agar gavdasi bor va peliki bor, hamma narsasi bor bir grafik bu ana ifodasida qizil ranglik. Buningki bu ustidagi qismi boshlanish bahasi, bozorning boshlanish bahasi. Ya'ni ma'lum bir davrdagi mayli u 1 minutlik bo'lsin, yo 1 soatlik bo'lsin, yo 1 oylik bo'lsin, shuning orasida qolgan birisi bo'lsin. Shuningki shu bir davrdagi boshlanish bahasiga vakillik qildi. Ya'ni qizil rang bo'lib qolsa agar tushishninki vakillik qildi. Ana bu gavdasining ostki qismi taqilish bahasiga vakillik qildi. Va bu ish kuchidagi yuqoridagisi eng yuqori baho, tuvandagisi eng tuvan bahoga vakillik qildi. Ya'ni bu yerda boshlanish bahasi agarda taqilish bahasidan yuqori bo'lsa, ya'ni cho'ng bo'lsa, qiymati. Ya'ni yuqori bahoda boshlanib, tuvan bahoda oyoqlashdi degan gap, bu bozor tushdi degan gap. Shu bir davrning ichida. Hamda o'sishda buning dal aksicha. Ammo eng yuqori baho bilan eng tuvan bahoni bu o'zgarmaydi. Zaten bu yuqori o'g'ini yuqori, tuvan o'g'ini tuvan. Ammo bozor tuvan bahoda boshlandi, bu yerda boshlanish bahasi tuvan va taqilish bahasi yuqori bo'ldi. Shunga demak tuvan bahoda boshlanib, endi yuqori bahoda taqaldi degan gap, demak bu o'sdi degan gap shu bir davrning o'zida. Xo'sh, endi misol bular bilan o'xshamaydiganlar birisi bor deylik, misol ma'noga o'xshash.
Mesela bayatın ya da bir netisini koyduk. Kiriş şekilliklerini. Mesela mavla degandekçi. Başkası. Mesela işte kirisken o. Bu kiriş şekillikler qanday desa, matrab başlanış bazı, matrab axırlış bazı. Ananınkin ma yuqur baha ve ma tuvan baha. Yani başlanış bazı bilan axırlış bazı tang olup qalganligi uchun, yani ma ikki tal baha, miya tang olup qalganligi uchun o'sha kirish shakllangan. Xo'sh, endi misol, bularning orasida yana misol bundaq bir grafik bor deylik. Yani bunun hech pilik yo'q, ostidami yo'q, ustidami yo'q, yoki bo'lmasa faqat ostida bor bo'lishi mumkin. Yani ustida bo'lmasa cho'qim ostida bo'lmaydi degan narsani deyamaymiz. Bu har xillarimiz bo'ldi. Shuna misol bunda olib qolib qolsa, bu nima desa, ma boshlanish bahasi va ama boshlanish bahasi bilan eng yuqori baho tang, yani mush bahoda boshlangan va buningdan ustiga chiqolmagan baza, mush bahoda boshlanib bilan tushishga boshlagan bo'lsa, demak bu ham eng yuqori baho bo'ldi, ham boshlanish bahasi bo'ldi. Andikin bu jarayonda bir qatim miya tushibdi, miyada oxirlash baza. Ya'ni ma eng tuvan baho, ma oxirlash bahasi. Agar ma'lumlik bo'lmay qolib qolsa desa, miyadan boshlandi baza yuqorisiga chiqmadi. Ondan keyin eng tuvan baho kelib shu davrning tushishga sekund qolganda, net sekund qolganda misha keldi. Ana buning ostiga tushmadi. Shuning bilan eng yuqori baho ma'vi, eng tuvan baho ma'vi va boshlanish bahasi, oxirlash bahasi shunday bo'lgan. Agarda buning rangi yeshil rangli bo'lib qolib qolsa, deganimdek yuqori bahasi yo'q, tuvan bahasi yo'q, ya'ni boshlanish bahasi tuvan bahasi bilan teng, ma'vi oxirlash bahasi eng yuqori baho bilan teng bo'lgan bo'ldi. Yani piliklar bo'lsa, ularni tushundirdim hamda pilikning tuvan baho, ma yuqori baho degandek. Xo'sh, bu kirisni tushundirdik. Yani boshlanish bahasi, oxirlash bahasi teng. Hamda miyada ma'volarning bir bayatı men davriy degan narsani dedim. 1 soatlik, 1 minutlik degandek gaplarni. Bularni men sizlarga ko'rsatib qo'yay. Hozir ma'vosini ma'lum qilsam, ostida bir vaqt o'qi bor, ya'ni x o'q. X o'q qaragan bo'lsanglar, hozir misol ma grafikni ustiga eklay, ekasam ostida 18 deb turdi. Ya'ni 2020 yil 4-oyning 13-kuni soat 18, ya'ni kech soat 6. Keyindikisi 19, ya'ni kech soat 7. Mavi 20, 8, 21, 22, 23, 24, yani 0, 1, 2. Yani her birisi 1 saatlik vakillik qildi ekan. Chunki miya 1 soat, yani H1, yani H degan hover anima inglizchadagi yani qisqartirilmasi harfi, baş harfi shunga 1 soat. Ma M 30 minut. Mesela 30 minutga kelsam, 1 soat kelsam, ma aslida 4-10 soat 3, ma 3,5. Ma 4, ma 4,5. 1 minutga kelay, yani 14'ten 11, mekanikisi 14'ten 12, ma 13 degandek. Ayga kelay, ayga kelsam, ma dekabr 12-ay, ma yanvar 1-ay, ma 2-ay, 3-ay, 4-ay degandek. Her birisi bir ay. Ma bir hafta. Yani bu degan gap nima desa, ma misol ma bir tal grafik 2003-yili 3-ayning 1-kuni yevroning dollarga nisbati. Ma bahada boshlangan, ma bahada oxirlashgan, ma ba eng yuqori baho, ma ba eng tuvan baho. Ya'ni buningda ustiga ekalsak bir yerda ya ekalsak, buningki nimasi chiqadi? Men hozir degan uchurlarning hammasi chiqadi, ya'ni men ekranga. Ya'ni chisla vaqti 2003-yili 3-ayning 1-kuni soat 0 da boshlanibdi baza. Boshlanish bahasi 1 cheket 0 783, yani men oldingi soat darsda dedim, bu oxirgi bir xon o'qimaymiz deb, chunki bu point bo'lib qoldi. Biz ama bu
Forex'ta pip'ni ishlatamiz normalda. Bu high eng yuqori baho, eng tuvan baho, close, volume, hamma narsalarni shundoq bozorning hisoblash oxirlash bahasiga kelsak chiqadi ekan. Shunaqa o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Hisoblash shunaqa so'zlagan darslarga asosan texnik tushunish bo'ldi. Qisqasi shu sham grafikning asos xususiyati shu. Bu ekrandagi bu grafikning ifodalagan ma'nosi. İnşallah ben kelar soatda endi başqa Fibonacci qatorliq darslarni so'zlayman. Bu Fibonacci hukmi nihoyat muhim. Mayli bu forex olsun, mayli günlük hayat olsun. Bu Fibonacci sonlar qatori va Fibonacci nenki başqa Fibonacci sonlar qatoridan kelib chiqqan boshqa qimmatlarmi insonlarning hayotida nihoyat muhim o'rin turdi. Şuna dersni şu dersni qochirib qo'ymaslikni o'ylagan qarindoshlar bo'lsa, davomli ko'rishni va meningki yo'llagan darslarimdan vaqtida xabardor bo'lishni xohlagan do'stlar bo'lsa, bu kanalga mushtirib kiringlar va yoqtirib qolsanglar, bu videolarimni yoqtirib ostiga yozib qilsanglar, men qo'shilman. Ve anankin bu orqali do'stlarningki qanchalik odamlarningki bu darslar qiziqib ko'rayotganligini bilalayman va bu menga bir pozitiv bir energiya bo'ldi. Agarda endi qarindoshlar qiziqmagan ahvolda yoki pek oz qarindosh qiziqib ko'pincha odamlar qiziqmagan ahvolda mening bu darsni bu vaqtni ajratib bundoq so'zlab o'tirishim g'oyat yo'q bo'ldi. Bilgininglardek balkim bilasizlar uqmayman, ammo bu biz Uyg'urlar bu forex sohasida dunyoning eng oqis turimiz desak hech qanday xato ketmaydi. Chunki bizning hamda hech bir davlatimiz yo'q, bundoq bir sohalarni nima qiladigan banklarimiz yo'q bizningki. İnsanlarni boshlab ketmaydigan. Ammo dunyoda misol nurg'ulg'an cho'ng boylar bor, shu o'zinglar bilasizlar. Misol dunyoning oldingi, ikkinchi, uchinchi qator turadigan cho'ng boylar şu forex'dek, şu pay cheki degandeklar bilan beyg'onchiqlari. Anoniken hatta şu Afrikaliklarni hisoblasakmi, Nigeriya, şu Tanzaniya degandeklarni qarasanglarmi, shu yerdami şu forex'da pul topadigan, şu forex'ning grafikini tahlil qiladigan nurg'ulg'an qartaliklar bor. Hatta şu Qirg'iziston, Qozog'iston degan mamlakatlarga qarasakmi, shu yerlardami shu savdo qiladiganlar bor. Ama bu Uyg'urlarning ichida garchi chet elda yashayotgan bo'lsakmi, joqlarimiz, ama bu savdo qilganlarni bek oz ko'rdim va bu bir odamni biza ichindirgan bir nima. Chunki bu forex hamda bu paychik bozori deymiz, bu narsalarni ama qilganlar bor ekan savdoni, ama lekin bu grafikni to'g'ri durust tahlil qilishni o'rganmay turib, faqat cho'ng bir mablag' bilan boshlaganlar bor. Ama ularning ishi bek xatarli bo'ldi bunday holda. Shunga sizlarga hammalarga bu darsni yaxshi ko'rib, yaxshi o'rganib va faqatlam mening so'zlaganlarimdan emas, bu sohada ko'p izlanishinglarni umid qilaman. Va bu shu videolarning ostiga o'zinglarning ko'z qarashlaringlarni va nimalarni o'rganishinglarni orzu qilganliginglarni yozib qoldirsanglar, men qo'shilman. Allohga omonat. Bugünkü saatlik ders müşahit tugdi. İnşallah keyingi saatlik dersde görüşelim. Allah'a emanet. Hoş.